tikuvchiga shogird tushib uyg'urcha lag'mon qilishni o'rganib kelganman desam ishonasizlarmi? Voy, tuxumim po'chog'i tushib ketdi. Qidirdim, topa olmadim. Xamir qorish boshlab bordim. Boshlaganimdan keyin qo'limga chiqib keldi, olib tashladim. Xotiromiylar tuxumim usti yuvilgan, top-toza edi. Shunaqa qilib, bu hikoya tuxum haqida emas, men haqimda bo'ladi. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'taman. 2012-yil maktab bitirganimdan keyin Respublika rassomchilik kolleji, ya'ni Benkovda tarixiy teatr liboslari fakultetida o'qishimni davom ettirdim. Bizda o'qishimizda asosan rassomchilik bo'lgani uchun ko'p urg'u rasm chizishga berilardi. Tikishdan unaqa mukammal dars o'tishmaganligi uchun biz tikishga qiynalardik. Shuning uchun eng yaqin o'rtog'im bilan kelishib, tikuvchiga shogird tushishga qaror qildik. Tikuvchimiz uylari juda ham uzoq edi. Keles bozoridan ham o'tib, temir yo'llardan o'tib, issiqni issiq, sovuqni sovuq, marshrutklarda tikuvchilikni o'rgangani borardik. Lekin ustozim menda tikishga mehr yo'qligini ko'rib bilmadim. Oshxonaga olib kirib ketardilar ko'p. O'sha yerda uyg'urcha lag'mon, uyg'urcha sayli, har xil uyg'urcha ovqatlar qilinishini ko'rib, o'zimga eng yoqqani lag'mon bo'lgani uchun bilmayman, shu esimda qolib ketgan. Shu bo'yi o'shalarning retseptlari asosida qilaman, shunaqa mazali chiqadi. Uyg'urlar xamir ovqatga usta bo'ladi deyishadi-ku, hattoki turmush o'rtoqlari ham lag'monni xamirlarini cho'zib o'tirganlarini o'zim bilan ko'rganman. Va o'shanda qoyillar qolib ketganman. Erkak kishi ham shunaqa zo'r lag'mon xamiri cho'zar ekan. Shu men ham hech qachon ko'chadan lag'mon xamiri sotib olmaydigan bo'ldim. Oila a'zolarim uchun, bolalarim uchun o'zimni o'z qo'lim bilan pishiraman. Shu retsept asosida sizlar ham bemalol lag'mon xamiri qilib, oila a'zolaringizga taqdim etsanglar bo'ladi. Hattoki daromadga chiqishingiz ham mumkin, do'konlarga topshirib, xohlasanglar yaxlatib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bemalol kerak paytda olib ishlatishingiz mumkin. To'liq retseptni описаниеda yozib qoldiraman. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi. Keyingi videoyimiz to'liq sayi bo'ladi, xudo xohlasa. Haqiqiy uyg'urcha lag'mon sayi bilan keyingi retseptlarda bo'lishaman. Ungacha sog', omon bo'linglar. Rahmat.